Assalomu alaykum. Surxondaryo telekanalining qadrli muxlislari, adabiyotga oshufta qalb egalari. Biz yana bir asar sharhi ko'rsatuvi orqali xonadoningiz mehmonimiz. Bugun ham siz uchun eng qiziqarli bo'lgan asarlardan biri haqida hikoya qilishni maqsad qilganmiz va shu munosabat bilan studiyamizga mehmon ham taklif etganmiz. Ko'rsatuvimiz mehmoni Termiz davlat universiteti talabasi, adabiyotga qiziquvchi yoshlarimizdan biri Bozorova Ro'zigul bo'ladilar. Assalomu alaykum. Sizni studiyamizda xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Ustozlaringiz aytib o'tishdi, psixologiya fakultetida ta'lim olar ekansiz, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan adabiyotga juda ham qiziqasiz va ko'plab asarlarni mutolaa qilib kelasiz. Aziz teletomoshabinlar, demak talabamiz Ro'zigulxon bilan bugun ko'rsatuvimiz davomida O'zbekiston xalq yozuvchisi, ko'pchilik adabiyot ixlosmandlarining sevimli yozuvchisi bo'lgan Shukur Xolmirzayevning Ot egasi hikoyasi haqida so'z yuritamiz. Ro'zigulxon bu hikoyani juda ham katta bir qiziqish bilan o'qiganlar, mutolaa qilganlar. Keling dastlab mana shu bir Shukur Xolmirzayevning muxlisasi sifatida o'qishini hayotlariga, ijodlariga bir nazar tashlasak. Dastlab men Shukur Xolmirzayevni hayotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, uni o'sha Surxon vohasini farzandi ekanligi ajralib turadi. Masalan, uni asarlarida ham o'sha Boysun tabiat ufurib turadi. Bilamizki, o'sha Shukur Xolmirzayev Boysun tumanida tavallud topgan va o'sha kichkinaligidan tabiat bilan hamohang katta bo'lganligi hattoki asarlarida ham sezilib turadi. Men har bir asarida o'qiganimda tabiatni alohida gavdalantirganini yaqqol sezganman. Yozuvchining qaysiki hikoyasi yoki bo'lmasam romani bo'lmasin, o'quvchi ta'sirlanmasdan qolmaydi va o'zi uchun katta bir ibrat ola oladi-da. Va bugun biz hikoya qilmoqchi bo'lganimiz bu Ot egasi hikoyasi hisoblanadi. Rostini aytsam, bu hikoyani men o'zim ham o'qib chiqqanman, juda ham ta'sirli. Va keling dastlab o'sha hikoyaning qisqacha o'sha mazmuniga, sujetiga to'xtalamiz. Shunday, lekin men hozir shu so'zimni boshlashimdan oldin agar ruxsat bersangiz, Shukur Xolmirzayevni xotirasiga bag'ishlanadi degan she'rimni aytib bersam. Chunki o'sha meni ham kitobim chiqqan, Oy quyoshdan nur olar nomli bu she'rda, mana bu kitobimda Shukur Xolmirzayevni xotirasiga bag'ishlangan she'rimni ham kiritganman. Agar ruxsat bersangiz, men o'qib bersam. Qora kamarida ozodlik istab qalbini olovga tashlagan adib, otning egasida otin o'ldirib qalamga qo'shilib yig'lagan adib, ziyofat ichida yashashdan ko'ra ayanchli taqdirdan kuylagan adib, nasib etsa deya nasib etmasdan qalamga qo'shilib yig'lagan adib, o'zbekning soddasi, oddiyi, go'li, zarra ayyorlikni bilmagan adib, qil ko'prik ustida sarson yugurib qalamga qo'shilib yig'lagan adib, kulgan bilan kuldirgan hayron, biroq o'zi kulmagan adib, bulut to'sgan oy kabi nolon, qalamga qo'shilib yig'lagan adib, olabo'ji atab nafsin qullarin, o'zi nafsiga qul bo'lmagan adib, so'nggi bekat deya so'nggi bekatda qalamga qo'shilib o'lmagan adib. Mana shu she'ringizni o'zida bizni Surxon farzandi bo'lgan Shukur Xolmirzayevning tabiati, ijodi, hayotiga bir nazar tashlagansizda va o'sha insoniylik xislatlarini boricha ko'rsatib berishga harakat qilibsiz. Shunday, men bu she'rimda o'sha har bir o'qigan asarimni o'sha satrni boshiga qo'yib, o'sha asarda qisqacha nima bo'lganligi haqida yozib ketishga qaror qilganman. Chunki deganda bu asarlarda o'qigan kishi menimcha juda ham ta'sirlanadi. Chunki Qil ko'prik, Ziyofat kabi asarlari juda ham ta'sirchan, ayni o'sha oldingi davrlar bilan bog'liq. O'sha davrlardagi muhitni Shukur Xolmirzayev aynan ko'z oldimizda gavdalantiradi-da. Buni hattoki hozirgi avlod ham o'sha qay holda, o'sha davrda qanday holatlar yuz berganini yaqqol bila oladi deb o'ylayman. Va mana shu she'ringizni o'zida Ot egasi hikoyasi haqida ham qisqacha to'xtalib ketibsiz. Ya'ni o'z otini o'zi o'ldirib, otiga qo'shilib yig'lagan adib deya aytib o'tib ketdingiz va qaysidir ma'noda biz
ko'rsatuvimizning o'sha asosiy mavzusi bo'lgan ot egasi hikoyasiga ham kirib keldikda. Keling endi mana shu hikoyaning qisqacha mazmuniga to'xtalib o'tsak. Bu o'sha ot egasi asarida asosan qahramoni Inot nomli bir kishi bo'ladi. Bu o'sha otni oilasidan ajralgandan keyin faqat yolg'iz suyanchig'i o'sha ot bo'ladi. O'sha otasi otni sovg'a qilgan bo'ladi. Otasidan yodgorlik bo'ladi-da o'sha ot. Yolg'iz yodgorlik. Ham qolaversa oilasidan ajralgandan keyin o'sha asarda ikkita o'g'li bo'ladi Inotda. Keyin ular gugurt o'ynab o'sha xonada yonib ketadi va onasi yugurib kelib tuynukdan kiradi qutqarishga, lekin tutun bo'lganligi sababli onasi ham tuynukdan chiqa olmay qoladi va Inot yugurib kelgan paytda biladiki, ular o'zi hayotdan ko'z yumgan bo'lishadi. Shundan keyin faqat o'sha Qora Bayir nomli otiga bog'lanib qoladi va o'sha farzandlarini va oilasini o'sha otasining qishloq chetidagi qabrining oldiga ko'mishga majbur bo'ladi. Va o'sha ot egasi hikoyasi ham aynan mana shunday tasvirlar bilan boshlanadi-da. Inotning o'zi 3 tagina narsasi bor edi. Bu uning qishlog'i, maktabi va oti bo'ladi. Maktabi va oti edi deyiladi va o'quvchi o'sha 3 tagina narsasi bor edi degan jumlalardan birdaniga hikoyaga qanday kirib ketganligini o'zi ham bilmay qoladi-da. Va qarangki, mana shunday og'ir judolikka uchragan qahramonni hayotga qaytarishda ot katta yordam beradi-da. Albatta, masalan, oilasidan ajralgandan keyin hattoki o'sha Inotni 2 marta seldan ham qutqarib qolgan bo'ladi oti. Qolaversa o'sha ko'p karlarda ham faqat 4 yildan beri o'sha faqat shu oti yutib kelayotgan bo'ladi va qayerga borsa o'sha ot bilan birga yuradi-da. Undan hech qachon ajralmaydi. Lekin o'sha mansabparastlar uni otidan ayirmoqchi bo'ladi va ko'z olaytilib, otini o'zlariniki qilmoqchi bo'ladi. Turli xil bahonalar o'ylab topib, lekin Inot buni hech qachon xohlamaydi va o'zini majbur bo'ladiki, o'z otini o'z qo'llari bilan o'ldirishga. Bu juda ham ayanchli. Ana shu joyi eng ta'sirli-da. O'quvchi o'zini yig'idan to'xtata olmaydi o'sha paytda, to'g'rimi? Lekin nima deydi, o'quvchi o'ylashi mumkin. Bu otni masalan egasi qanday otdi deb, lekin aslida bilamizki, Inotni u oilasi, do'sti, qolaversa o'sha yolg'izgina suyanchig'i bo'ladi ot, lekin unga ham oson emas. Lekin agar uni berib yuborsa, uning uchun, ya'ni Inot uchun hayot tugar edi. Shuning uchun berishdan ko'ra uni o'z qo'llari bilan o'ldirishni afzal ko'radi. Va o'sha otni taqdiri nima bo'lishini bilmas edi Inot. Shuning uchun ham uni balki qaysidir ma'noda o'sha yomonliklardan asrash uchun ham mana shu yo'lni tutadi-da. Osongina menimcha qutqarmoqchi bo'lgan bo'ladi. Sizga beradigan navbatdagi savolim shundaki, mana shu hikoyani siz ham katta bir qiziqish bilan o'qigansiz, juda ham ta'sirlangansiz. Aytingchi, mana shu hikoya o'quvchiga nima bera oladi? Bu hikoyadan masalan o'quvchi nima oladi degan savolga juda ham katta narsa oladi, juda ham. Chunki deganda aynan bu asarda insoniylik, sadoqat, vatanparvarlik, qolaversa qadriyatlar, an'analar, masalan o'sha Inotni otasidan qolgan yodgorlik, xotiralari bilan bog'liq. O'sha va yana bu o'quvchi shuni anglaydiki, nafaqat ot bilan hayvon o'rtasidagi munosabat, balki insonlardagi o'sha paytlardagi adolatsizliklar, faqat o'z mansabini, nafsini o'ylab, o'sha oddiy xalqni faryodiga quloq solmasliklari ko'z oldingizga keladi, tasvirlanadi. Chunki deganda bu asarda ot bilan aynan Inotda munosabat emas, balki jamiyatda qanday holat yuz beryapti, jamiyatda qanday voqelik bo'lgan o'sha davrlarda. Aynan bilamizki, o'sha davr 1971-yilda yozilgan bu asar va o'sha paytlarda hamma erkin, mustaqil yasha olmagan o'sha davrlar ko'z oldiga keladi o'quvchini. O'sha davr tarixini ham mana shu hikoya orqali bilib olsa bo'ladi. Bilib olsa bo'ladi. Qaysi qahramondan bir ta'sirlandingiz, o'zingizga yoqdi, qabul qildingiz o'sha qahramonni? Menga o'zi qahramonlardan Inotni qahramoni yoqdi. Inot o'zini otini otgan bo'lsa-da, balki men ham uning o'rnida shunday qilar edim. Chunki deganda
hech kimni o'zini yoqtirgan ham yolg'iz suyanchig'ini menimcha hech kimga bergisi kelmaydi va yuqorida aytganingizdek o'sha otni keyingi hayoti nima bo'lar edi, taqdiri nima bo'lar edi. Balki inotday munosabatda bo'lmas edi ular. Balki boshqa biror joyga sotib yuborar edi yoki bo'lmasa yana boshqa yomon holatlar ham yuz berishi mumkin edi. Inot esa buni hammasini hisobga olgan holda men to'g'ri qaror qabul qildi deb o'ylayman. Lekin bundan ranjigan jihatim shundan iborat bo'ldiki, holat bo'lmaganda Inot o'sha oti bilan ovunib yurgan edi. Har bir o'sha oilasini yo'qotgandan keyin va o'sha qiyin hollarda ham o'sha oti orqali chiqib keta olar edi. Aslini olganda yozuvchi har bir asariga o'zgacha nom tanlaydi-da va mazkur hikoya ham umuman e'tiborni tortadigan tarzda nomlangan, ya'ni ot egasi deb nomlangan. Keling, mana shu hikoyaning nomlanishiga ham e'tiborimizni qaratamiz. Endi Shukurxon Mirzayevni ot egasi deb nomlashiga sabab o'sha nima deydi, otidan boshqa hech narsasi yo'qligi bo'lsa kerak birinchi navbatda va o'sha ot uning uchun aytganimdek ham do'sti, ham oilasi, ham o'sha eng yaqin kishisi bo'lganligi sababli va o'sha inson tomonidan otib o'ldirilganligi sababli bu ot egasi deb nomlangan. Shukurxon Mirzayev o'sha tabiatni ham alohida ta'kidlagan, ya'ni qishlog'ini bir chetkada so'lim sohil bo'yidagi qishloq deb tasvirlaydi va o'sha uchinchi yaqin narsasi bu maktabi bo'ladi. Maktabi o'zi 2 xonali bo'lsa ham Inot uchun juda ham qadrli bo'ladi va o'sha maktabda kichkina 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar ham dars o'ta oladi. Hikoya shunaqa yakunlanadiki, Inot o'zini yo'qotmaydi. U yana qaytadi hayotga. Mana shu joyda ham juda ham chiroyli tasvirlanganda, albatta. Hikoyani yakuni ham sizni e'tiboringizni tortgan bo'lishi kerak. Albatta, hikoyani yakuni o'zi insonni yana bir marta ta'sirlantiradi. Chunki deganda bilamizki, o'sha otini otgandan keyingi ahvoli juda ham og'ir bo'ladi va qayerlargadir ketadi. Va ketgandan keyin esa o'sha yana qaysidir vaqt davo bo'ladi va o'sha maktabi va yana qishlog'ini qumsaydi. Va o'sha qishlog'ini qumsashiga ham sabab deb o'ylayman. Bu uning o'sha qishloqda bag'ridagi otasining qabri va yaqinlari ham aynan o'sha qabrda, o'sha qishloqda bo'lganligi va otini ham agar o'qigan bo'lsangiz, o'sha oilasini oldiga olib borib ko'madi. Va o'sha qadrli kishilari ham o'sha qishlog'ida bo'lganligi sababli ham yana qaytadi deb o'ylayman. Va bu Inot o'zi jismoniy jihatdan va psixologik jihatdan ham kuchli bo'ladi, lekin bunday holat har qanday insonni bir martaga juda ham kuchli salbiy holatga keltiradi. Lekin o'sha Inotni kuchliligini ko'rishimiz mumkin bo'lgan tarafi uning qalbida yana qishlog'iga va maktabiga muhabbat uyg'onganligini, bu irodasini yana bir marta kuchli ekanligini isbotlab beradi. Egamberdining asl maqsadini keyinchalik Inot angladi. Shunday. Kech bo'lgan bo'lsa-da, lekin qishlog'i bilan maktabi baribir u bilan qoldi deya hikoya yakunlanadi. Va e'tibor qaratgan bo'lsangiz, Inot va Egamberdi o'rtasidagi bir dialog ham bor u yerda. Mana shu dialogni o'zi ham Inotning xarakterini ko'rsatib berganda, qanday muomala qilgan Egamberdiga, to'g'rimi? To'g'ri. Egamberdi kelganda o'zi birdan tushkun kayfiyatda bo'ladi va unga qo'rs gapiradi. Chunki o'zi Inot tabiatan ham og'ir, vazmin bo'ladi. Shunday bo'lsa-da, lekin qishloqdagilar uni hurmat qiladi. Chunki u bilamiz, yagona muallim bo'ladi. Barcha o'quvchilar aynan o'sha bitta muallim, 2 xonali maktabda bitta muallim tomonidan o'qitiladi. Va o'sha Inotni Egamberdiga bergan javoblarida aynan o'sha otini maqsad qilib kelganligini, sezganligini bilishimiz mumkin. Lekin o'sha Inotni shunda ham unga odamgarchilik yuzasidan, ya'ni bunda ham ko'rishimiz mumkinki, o'zbekni o'sha milliy qadriyatlari, an'analari, mehmon kelganda choy, non uzatganliklariga guvoh bo'lamiz. Garchi o'sha niyati yomonligini bilib turibdi, o'sha albatta. do'st emasligini ham bilib turibdi, baribir unga o'sha mehmon do'stlik qilib, qatiq olib kelib beradi, non olib kelib beradi yoniga, to'g'rimi? Shunday.
lekin qarang, masalan, shunday mehr ko'rsatsa ham, masalan, shunday mehmondo'stlik qilsa ham, hattoki o'sha inotni holatini ko'rishimiz mumkinki, masalan, otini bergisi kelmay, o'zining doimiy oziqasi bo'lgan, o'sha oziqa bilan ta'minlaydigan yagona sigirini, sog'in sigirini berib yuboradi-da. Bu ham har kimni ham qo'lidan kelmaydi. Chunki o'zini hattoki o'sha ovqatlanishni ham ikkinchi darajaga qo'yib, o'sha otini bermaslik yo'lini izlaydi. Lekin birinchi marta o'sha Egamberdi rozi bo'lib olib ketadi va o'sha maqsadi baribir ot ekanligi aniq bo'ladi. Chunki deganda u yana keladi va bu marta o'tgach yana qaytib keladi. Albatta. Keyin bu kelgandan keyin endi inot 10 ta qo'yini taklif qiladi va bunda bu Egamberdi sezadiki, baribir qo'yni olganim bilan ham men otsiz qaytolmayman ekan deb o'ylaydi. Chunki Egamberdini o'zi o'sha otga mehr qo'ygan edi-da, inotni otiga ega bo'lmoqchi edi. Asli uni maqsadi shu edi. Albatta. Va mana shu hikoya orqali ham biz buyuk yozuvchimiz Shukur Xolmirzayevning qanchalik mahoratli adib ekanligiga yana bir bor ishonch hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Umuman olganda, aziz teletomoshabinlar, Shukur Xolmirzayevning Ot egasi hikoyasini siz ham albatta o'qib chiqing va o'zingiz uchun kerakli bo'lgan xulosalarni olasiz. Bitta ko'rsatuv orqali hikoyani to'liq sharhlashni aslo iloji yo'q. Biz faqatgina uni eng qiziqarli, eng ta'sirchan qismlarini siz azizlarga so'zlab berishga, qisqacha sharhlashga harakat qildik. Hurmatli teletomoshabinlar, mana bir asar sharhi ko'rsatuvi uchun ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bizni suhbatdoshimiz esa Termiz davlat universiteti talabasi Ro'zigul Bozorova bo'ldilar. Mazmunli suhbat uchun sizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Yaxshi kitoblar hamisha hamrohingiz bo'lsin. Surxondaryo telekanalini tomosha qilishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.